Xitoy virusining Sharq Turkistonda yana tarqalishiga ergishib, Xitoy hukumatı buni bahona qilib, G'o'lji shahrining Dadamtu bozori, Bayanday bozori va xalqaro bozordan iborat 3 o'rinli yuqori xatarlik rayon, ya'ni Dadamtu bozori Ulastay yezisining 5-gruppasi, Bayanday bozori Bayanday yezisining 3-gruppasi, Kardon bozori va Subi Soda saroyi qatorliq 4 o'rinni o'tir xatarlik rayonda bekitib, asosiy ijtimoiy mashg'ulot mulozimati Xitoy virusini kontrol qilish va tasaddibiy voqealarga kapolatlik qilishdan boshqa butun G'o'lji shahrida kishilarning harakati cheklanib, shahar qatnash to'xtatilgan hamda shahar asosan taqalgan. Amerika Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosining Tayvan ziyaratidan keyin Amerika Xitoyning Tayvanda uyushtirgan harbiy manevrga kuchli inkas qaytardi. Aqsaray bayonot e'lon qilib, Xitoyning harbiy manevrining ig'vogarchilik ekanligini ta'kidlab, Xitoyning Tayvan atrofidagi harbiy manevrlar orqali hozirgi holatni o'zgarmoqchi ekanligini o'tirg'a qo'yib, harbiy tahdiddan boshqa Xitoyning Tayvanga iqtisodiy majburlash, siyosiy aralashish va tor hujumi elib bordi. Bu qilmishlarning hammasi Tayvan bo'g'ozining hozirgi holatni buzish deb ko'rsatgan. Xitoy Markaziy televiziya stansiyasining xabariga qaraganda, Song sulolasi davrida hozirgi Fujian o'lkasiga qarashli Fengnan rayonida tosh va yog'ochdan yasalgan agma ko'rikda o't ofati yuz bergan. 900 yillik tarixga ega ko'rikning gavdasi o't ofatida butunlay kuyib o'rilib tushgan. Taxminan 10 soat davomlashgan o't o'chirish xizmatidan keyin o't o'chirilgan. Voqeada odam o'lish hodisi ko'rilmagan. O't ofatining sababi ustida tekshirish boshlangan. Xitoyning tarixiy binokorlik sohasi mutaxassislari o't tabiiy sabablar tufaylidan boshlangan bo'lishi mumkin deb qaramaydiganligini bayon qilgan. Hamda so'ning ustidagi bir ko'rikka o't ketish voqeasining oz uchraydigan hodisa ekanligini ta'kidladi. G'azza rayonida zo'ravonlik voqealari kun sari avj olmoqda. Yakshanba kunidagi islom jihodi bilan Isroil o'rtasidagi eng og'ir to'qinishda 6 bolani o'z ichiga olgan 32 falastinlik qazo qildi. İsrailiyaga qarshi harakatlarga texa qatnashmagan Hamas Isroiliyaning bu tajovuzchiligining kontrol qilib bo'lmaydigan vaziyatni keltirib chiqardiganligini ogohlantirdi. Pakistan taratqullari Pakistanning sobiq bosh ministri Imron Xon boshchiligidagi Pakistan Adliya harakati partiyasining Xaybar Pakhtunxva o'lkasi majlis a'zosi Malik Liqas Ali Xon Afg'oniston bilan chegaralanadigan Loverdir rayonida hujumga uchirganligini, voqeada parlament a'zosi Ali Xonning inisi, jiyani va uni qo'dab menayotgan bir soqchi bilan bir askarning hayotidan ayrilganligini, hujumda og'ir yaralangan Ali Xonning doktorxonada balnisga ilinganligi xabar qilindi. Pokistonning aloqador tarmoqlarining voqeani tekshirishni boshlaganligi bildirildi. Hozirgacha hech qanday taraf yoki shaxs hujumning javobgarligini ustiga olmadi.